Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizni Telegram, Instagram profillarimizni erinmasdan kuzatib, like bosayotgan akalarimiz alohida ularga rahmat aytib qolamiz. Navbatdagi oppoq rangda endi eshiklarimizni original sifatli eshiklar o'rnatib berdik, xudo xolasa. Mana zamoylarni ham zo'ridan qo'yilgan, ko'rishlari mumkin. Yaxshidan emas, zo'ridan qo'yilgan. Ularni mana yaxshi sifatli qilib, bir xil qilganida qo'yib yopishtirganmiz taroqlari bilan. Sifatli bo'yoq mahsulotlaridan foydalangan holda Platonolik aslida ish qanotli ishlarimiz tayyor bo'ldi. Romlari mana jam bo'lib 3 ta ish 3 ta rom o'rnatdik. Dastavkalarimiz davom etadi. Bu safar Farg'ona viloyati Yozyovon tumaniga o'rnatib berdik. Xudo xolasa, Kasoydan o'tganda 10 qo'ldagi ko'chaga chiroqlanib bo'ldi. Garantiyalari bilan qilib berdik. Akbar o'chkalari qo'yildi. Oppoq sifatli qalin MDFdan o'chmaydigan, ko'chmaydi degani shu bo'ladi ekanlar. Kimga shunaqa sifatli MDF eshiklar zarur bo'lsa, olib kelib chiqarsizlar. Vodiy Toshkent bo'ylab dastavka bepul bo'ladi. Va havolatlarga kelishiga holda o'rnatib beramiz.